Savdo markazi ayolning kichkina uyi atrofida har tomondan qad ko'tardi. Uy beton devorlar va kranlar qurshovida qoldi. Aslida quruvchilar unga uy o'rnida savdo markazi qurish uchun 1 million dollar taklif qilishgan edi. Ammo u rad etdi va hech qanday narsa evaziga u yerdan ko'chmasligini aytdi. Shundan so'ng ular markazni shunchaki uning uyi atrofida qurib bitkazishdi. Tez orada uning uyi mashhur bo'lib ketdi. Muxlislar matonat belgisi sifatida uning rasmini hattoki badanlariga tatuirovka qilib chizdirishdi. Loyiha menejeri qurilishni nazorat qilish uchun tez-tez kelib turardi. Keyinchalik esa u shunchaki ayoldan xabar olish uchun kela boshladi. Ular do'st bo'lib qolishdi. Erkak unga oziq-ovqat keltirar va hikoyalarni tinglardi. Ayol unga natsistlarni josuslik qilgani, hatto Gitler bilan uchrashgani haqida gapirib berardi. Buning qanchalik haqiqat ekanligini hech kim bilmasdi. Lekin erkak uning ruhiyati hamisha tetikligini aytardi. Va nihoyat ayol vafot etganida u o'z uyini o'sha do'stiga meros qilib qoldirdi. Bu voqea hayotda sodir bo'lgan real voqeaga asoslangan. U 2006-yilda AQShning Seattle shahrida o'z uyini savdo markazi qurishlarga sotishdan bosh tortib, butun dunyoga mashhur bo'lgan. Savdo markazi chindan ham uning uyi atrofida qurilgan. Hozir ham o'sha kichkina uy ulkan beton binolar orasida turibdi.